pardasini düşeş. Məhbub. Oyg'anğınımda məşning ustidagi ko'ridan purqirab hor chiqayotganligini, uyning to'rusining bir qavat oqo'sh tumonga to'lib, chiroq nurining g'uvalishib qolganini bayqadim. Tala bayqadakli soğuq bo'lsa kerak. Derizining cho'risidagi muzlar taladagi soğuqni desa muzliq sibadek. Uydagi issiqda erib ketgisi badek so'rin qarashib turadi. Hech kim yo'q. Qaysi vaqtligini bilanmadim. Balkim yerim kechidi yoki tong otqandi. Men uchun vaqtning ahamiyati yo'q. Muram muzlagandek bo'ldi. Yotqanni beshimga chupurkab, qaytadan ko'zimni yumdim. Tush ko'ryotdim. Anam qasqandan g'o'ri o'rlab turgan mantilarni elib, cho'risi gullikleganga tizib atadi. Qo'li nimishqa ko'maydigandi deb o'yladim. Men tush ko'ryapman. Tushda issiqda ko'maydi, sovuqda muzlamaydi. Putum to'nglayotdi. Tush ko'ryotganim uchun eranchigim kelmayotdi. Dadam supuning bir bulongida yaqisi qatlashib qolgan bir jo'g'i o'rinib o'ltiradi. Saqollarining bidirlayotganidan bir nimalarni deyotganini anqirdim. Biroq tushim bo'g'ashqa bularni anglayolmadim. Hadillarim yo'q turadi. Tushimga tashrif qilishni behuda bildi bo'g'ay. Buningmi men uchun oydigichligi yo'q. Tushimni ko'rayverdim. Sirtda qo'ylar ma'rayotidi. Chiqib ularga samon berishim kerak. Samonni shu betila o'qirg'i to'kib bergan bilan bo'lmaydi. Avval suvdan emdayman. Ondan qalaydasqa to'kib ustiga kepak solaman. Bir tal samon bir o'chum kepakka to'liq aralashqidek bo'g'ich qo'yib, ondan o'qirg'i to'kaman. Qo'ylarning eziqidan g'iris-g'iris ovoz chiqargach mazza qilib chaynashlarini, burniga kepak kirib olganda beshini silkib pushqurib qo'yishlarini anglag'ach, o'qorning bir burchigida o'ltiraman. Quduqdan muzdek suv tatib akilib beraman. Talishib suv ichishlarini tomosha qilgach, qo'rsiqi ikki yonga yo'g'inab, yelini pochiqqa taqashqidek bo'lgan sog'liqlarning netchidan qo'zlaydiganini faraz qilaman. Darvoza jaloqlab echildi. Dadamning turilgan qapiqi, ondan velosipedning chaqi, ondan dadam bosug'idan kirdi. Beshimni to'van selib uyga manaman. Shu kuni topshiriqni ishlab bo'lamaganim uchun tanbih anglashga tayyorlanaman. Biroq dadam boshqa kunlardagidek tanbih bermaydi. Beshimni silaydi, qizargan mag'zimga suydi, ushigan quloqlarimni alqini arsiq oladi. Dadamning alqini har vaqt issiq ham yirik. Bu alqinlar tosh to'shuydigan, gaz qo'ychuydigan, suvoq suvaydigan, tamsilaydigan alqinlar. Dadamning badanidan sus bir xil hid tarqaladi. Ko'chaga ketib o'tib, ma'lum bir yerga kelganda, burnimga tuyuqsiz shu hidning o'rilishidan dadamning shu atrofda ekanligini bilib olaman. Uzunga qolmay dadam enimda paydo bo'ladi va so'raydi. Bu yerdaligimni nerdan bildim? Mag'rurlanib ketaman. Sizning puruqingizdan bildim demayman. Bir kuni tush ko'rdim. Boshqa kunlardagiga o'xshash boshlanadigan tush. Jiq odamlar yig'ilgan bir yerda turadi. Burnimga ashu hid urildi. Bu yerda dadam bor ekan, dedim. Hech kim ishonmadi. Dadamning yo'qligiga ular shu qadar chin putishni xohlaydiki, mening ishonch bilan aytilgan ash so'zim uchun meni qiyma-chiyma qilib o'tkisi kelayotganini qarashlardan sezdim. Bu yerda dadam bor ekan, atrofimda sirliq o'rniga o'xshaydigan nurg'un eshiklari bor uylar turadi. Eshiklarni to'xtamay ochdim, puroqqa agishib mangdim. Yana bir kuni bir tush ko'rdim. Dadam oldimda yep-yangi bir to'n kiyib olgan petib turadi. Beshidagi qamu tovuqining tuklari quyosh nurida parqiraydi. Atrofimdagilar dadam kepti deyishib tantana qilishyotdi. Ba'zilari dadamni aylanib tavob qilayotgandek etaklarini so'yatdi.
qo'llarini ko'ziga surtatdi. Men udulumdagi o odamning dadam ekanligiga ishonmadim. Chunki hali qipiroq yo'q edi. Bir kuni yana bir tush ko'rdim. Dimig'imga dadamning hidi urilib o'tadi. Dadamning bir yerlarda baliqqa ishini o'tadi. Uni izlab topqim kelib o'tadi. Ammo o'rnimdan medirlayamay o'tadi. Oldimda yoki yenimda bir eshik borligini qiyos qilatdim. Shu eshikni ochsamla dadamni ko'ra olishimga ishonatdim. Eshikning o'rnini topa olsam, cho'qim ocha olayman. Ocha olsamla cho'qim dadamni ko'ra olayman deb o'ylab o'tdim. Uyning ichidagi g'uvoliq ro'shanlashdi. Uyg'onganimga hukm qilishdan burun so'zilib birni asnidim. Baya dadam o'ltirgan bulunga qaradim. Bo'sh. Anam qasqandan mant elayotgan yerga qaradim. Bo'sh. Mashning qizirib ketgan qo'sqiga qaradim. U yerda asaldan bir mash mavjud bo'lib baxmagandek xiraman oqirib ko'rinadi. Bo'sh. Men yotgan supini silashtirib baxmoqchi bo'ldim. Bo'sh. Bu yerlarda asaldan bir dada, bir ana, bir mash, bir supa va bir men mavjud bo'lib baxmagan edi. Men tush ko'rib o'tdim.